Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugungi hayotimizga nazar tashlaganimizda zino degan bir kasofat nihoyat darajada shiddat bilan kirib kelayotganligini ko'rib turibmiz. Ayol erkaklarni, yigit qizlarni hayotga o'ta yengil-yelpi qarayotganliklarini hammamiz anglab bilyapmiz. Ayniqsa erlik ayollarni pok halol umr yo'ldoshi bo'lib turib, nomahram erkaklar bilan ishqiy munosabatda bo'layotganliklarini nima bilan baholashni bilmaysiz. Balki buni ziddi o'z jufti haloli bo'lib turib, shunday harom ishlarga harakatlanayotgan ba'zi erkaklarni ham qilayotgan gunohi qanchalik og'ir ekanligini o'zlari bilyapti yoki bilmayapti. Mana shu fahsh tarqalgan sari oilalardan baraka ko'tarilib, ko'p oilalar buzilib ketishligiga sabab bo'lyapti. O'rtada farzandlar tirik yetim bo'lib, ota-ona mehridan uzilib, tarbiyasiz bo'lib qolyapti. Buni zamirida nima turibdi? Zamirida o'z nafsini jilovlamagan ayol yoki erkak turibdi. Qolaversa, kimki zino fahsh ish qilib yursa, uni badalini farzandi, nabiralari albatta to'lab beradi. Qolaversa, zino qarz. Kim zino qilsa to'lab beradi deyilgan. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir yigit kelib zino haqida savol qilganlarida Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, bir yigit bir ayol bilan zino qilsa, o'sha yigit o'z onasini zino qilishlikni xohlaydimi dedilar. Yo'q dedi. O'sha erkak o'z ayolini boshqa erkak bilan zino qilishligini xohlaydimi? Yo'q ya Rasululloh. Xolasi, opasi, yaqinlarini, barcha yaqin qarindoshlarini ayollari zinokor, zoniya bo'lib yursa xohlaydimi? Yo'q, xohlamaydi. Unday bo'lsa, o'sha erkaklar ham ko'zini ochib olsinki, bir ayolni zino qilganda uni to'lovini zino qilguvchi erkakni, ayolni, qizi yoki kelini yoki avlodi badal qilib to'lab berishligini yaxshi tushunsinlar deb zinoni jirkanch amal ekanligini, jirkanch gunoh ekanligini tushuntirib berdilar. Mana shu o'rinlarda bir tuya voqeasi zikr qilinadi. Bir odam bozorga borsa, katta chiroyli tuya turganmish, hech kim narxini ko'tara olmasdan ololmayotgan ekan. Bu odam karvonboshi bo'lib yuradigan inson ekanlar. Tuya qancha? 100 tillo. Hop. 100 tilloni berib, mana tuyani sotib oldim. Menga endi aybini ayt. O'zini aybi yo'q. Lekin buni onasi kechuvda yotib olardi. Deganda onasi kechuvda yotib olsa, bolasi yotib olmaydi-ku debdi-da, ketibdi borib bir-ikki safarlarga borib kelgandan keyin yaxshi borib ketdi. Endi 3-sinovdan o'tdi deb ustiga eng qimmatbaho narsalarni, mollarni yuklab safarga ketayotganlarida kechuvga borganda yotib olgan ekan. Shunda hali odamni oniyda ko'zi ochilib, xizmatkorini chaqirib bor, biznikiga bor. Agar ayolim men yo'qligimda bironta erkak bilan zino qilayotgan bo'lsa, meni nomimdan talaqni berib kel degan ekan. Albatta tuya yotib olsa, xo'jayin meni uyga jo'natyapti. Ne otda borsa, ne ko'z bilan ko'rsinki, ayoli boshqa begona erkak bilan zino qilayotgan ekan. Ne bu yoqdan turib baqirib, eri sizni talaqingizni berdi, keyincha uyini bo'shatib qo'yib keting ekan deb ketib boribdi. Hali yigit kelib, xo'jayin hayron bo'ldim, tuya yotib oldi, ayolingizni qo'yib yubordingiz deganda, tuyani onasini
xatosi bolasiga o'tibdi. Mening ham qaynamni shunday bir erkaklar bilan gaplashganligini eshitgan edim. Afsus, buni to'ydan keyin bildim. Shuning uchun ko'nglim kir yurardi. Bir hayvonki onasiga tortgan ekan, inson nimaga o'zini onasiga tortmaydi? Mana borib o'zingni ko'zing bilan ko'rib kelding deb javob aytgan ekanlar. Azizlar, qissadan qissa shuki, kim nima qilsa ertaga o'zini zurriyotlari uchun qiladi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham. Azizlar, doimo mana shunday jirkanch ishlardan, gunohlardan ehtiyot bo'lib yurishlik barchalarimizga nasib qilsin.